Bugun dunyoda nikotin mahsulotlarini tartibga solish masalasi tobora keskinlashmoqda. Ayrim davlatlar qat'iy cheklovlar yo'lini tanlayotgan bo'lsa, boshqalari xavfni kamaytirishga qaratilgan yondashuvni sinovdan o'tkazmoqda. Kuni kecha poytaxtimizda bo'lib o'tgan xalqaro davra suhbatida ham aynan shu masala jamoat salomatligi, noqonuniy bozorning iqtisodiyotga salbiy ta'siri masalalari muhokama qilindi. Ekspertlarning fikricha, taqiq har doim ham muammoni hal qilmaydi. Aksincha, yashirin bozor va nazoratsiz mahsulotlar xavfini kuchaytirishi mumkin. Xo'sh, mamlakatimiz bu borada qanday yo'l tutadi va xalqaro tajriba nimani ko'rsatmoqda? Navbatdagi lavhamiz shu mavzuda. Kuni kecha poytaxtimizda nikotin muqobillarini tartibga solish masalasi xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida muhokamalar markazida bo'ldi. Unda yurtimizda nikotin mahsulotlari bozoridagi o'zgarishlar, noqonuniy savdo hajmining ortishi va xalqaro tartibga solish tajribasi haqida ma'lumot berildi. 2023-yildagi qonun qabul qilingandan so'ng bizni jamiyatimizda tamaki mahsulotlari alternativalari va umuman yechimlari qanaqa bo'ldi degan masalani o'rtaga tashladik. Bu yaxshi kutilgan natijalarga olib kelmadi. Aynan yashirin bozori rivojlana boshlandi va biz aynan shunga nisbatan qanaqa chora-tadbirlarni, yechimlarni jamiyat topishi mumkin. Birgalikda aynan shu masalalarga javob topishni harakat qilmoqda biz. Xalqaro ekspertlar esa dunyoda qo'llanilayotgan yangi yondashuvlarga e'tibor qaratdi. Xususan, Shvetsiya tajribasi alohida misol sifatida keltirildi. Ma'lum qilinishicha, bugun Shvetsiyada kunlik chekish darajasi 3,7% ga tushgan. Bunga esa sigaretga kamroq xavfli alternativ mahsulotlarni ommalashtirish orqali erishilgan. Menimcha, O'zbekiston ham shu yo'lni sinab ko'rishi mumkin. Ayniqsa, iyundan kuchga kiradigan huquqiy eksperiment mexanizmi yangi mahsulotlarni tartibga solishda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar kamroq xavfli alternativlar ommabop va arzon bo'lsa, bu aholi salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi. Tadbirda kontrabanda, qo'lbola mahsulotlar xavfi va bozorni shaffof tartibga solish mexanizmlari ham muhokama qilindi. Davra suhbati yakunida ishtirokchilar O'zbekistonda nikotin muqobillarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha ekspertlik muhokamalarni davom ettirish va takliflar ishlab chiqishga kelishib oldi.